Amakilar joylab qo'yishibdi. Uzoqdan ko'rsangiz zo'r hisoblanadi. Ijod qilgan odamga mana deysiz. Uzoqdan ilm olishyapti. Madrasa tomonidan dars o'tish jarayoni ekan. Bu tomonda ham haykallar bor ekan. Bu ayol kishi bo'lsa kerak mana bilasimcha. O'sha davrning foto apparatlari. Shu davrning rasmlari. O'sha davrning odami. Lekin qoyil birga bir odamga o'xshatib qo'yilgan. Bir xil. Turishlari ham, ko'zlari ham mana deysiz. Qoyil barmoqqa ham birga bir. Zo'r. Mana bu biz kirgan joyda ichkari tomon adashmasam, mana bu tomondan yondan tomondan kirdik, o'rta qismi. Bu maketi. Demak, bu yon tomoni asosiy kirish. Bu tomondan bunga xuddi shu joyga kirdik. Kirib, mana bu eshikdan kirib, hozir ichkarida mana bu joyda yuribmiz. Adashmayotgan bo'lsam, xuddi shu joydan kirib, yana qaytib chiqib ketamiz. Oyi. Hozirgi biz kirib chiqqan mana bu joy, ya'ni ichkaridagi odamlar mana shu asrda, bu asr emas, точно bilmayman, bilganlar yozib qo'yasizlar. Asrda ta'lim berish jarayoni, ya'ni hujra. Hujrada o'tish holatda ta'lim olinar ekan. Mana buni harflarni men 100% tushunmayman, sababi mayda bilasizlar. Kecha no'noq bo'lganman. Shu asrda hujradagi holat.